Toshkentda yaxshi yashash uchun eng ideal oylik necha pul deb o'ylaysiz? 15 million yetadi. Bitta o'rtacha oila uchun. Ha, normal yetadi. Hozirgi daromadingiz shunga yaqinmi? Ha, undan sal oshadi. Ikkita studentim bor, kontrakt to'layman. Kamida 10 million bo'lishi kerak. Yaxshi yashash uchun bitta oilaga 10 million yaxshi yeb ichishiga, kiyim kiyishiga hammasiga yetadi. Hozirgi daromadingiz yaqinlashganmisizmi? Yo'q. Ertalab mana 7 da kelamiz, kechasi 12-1da boramiz, 100 ming, 200 ming pul topamiz kuniga. Toshkentda yaxshi yashash uchun eng ideal oylik necha pul deb o'ylaysiz? Bo'lishi kerak. 10 milyon 15 milyongacha. Bu bitta oila uchun, to'g'rimi? Bitta oila uchun. Yaxshi yashash uchun. Normal, shunda ham yaxshi yashab bo'lmaydi, normal yashash uchun. Hozirgi daromadingiz Kuniga 100 ming, 150 ming agar ko'psa pul topamiz. Agar bitta ishtirok qilsa, bir oy ishtirok qilaymiz. Toshkentda yaxshi yashash uchun eng ideal oylik necha pul deb o'ylaysiz? Masalan, endi bu xarajatingizga qarab-ku, qancha ko'p pulingiz bo'lsa, shuncha xarajatingiz oshib boradi-da. Yo'q, o'chirib tashlamaylik. Примерно shu 5 millionlarga yashasa bo'lsa kerak. 12 million. Bitta odam uchun, ha? Rahmat javobingiz uchun. Maksimum 15 million, 20 million bo'lishi kerak deb o'ylayman. 15-20 million, наверное. Oila uchun, to'g'rimi? Конечно. Assalomu alaykum. Toshkentda Yo'q, fikr so'rayman. Toshkentda yaxshi yashash uchun eng ideal oylik necha pul deb o'ylaysiz? Bo'lishi kerak. Bilmayman lekin. Bitta oilaga. Bitta oilaga. Siz hozir o'ziga qancha xarajat ketadi oyiga? Ko'p. Qancha atrofida? Yo'q, ko'p emaskan bir 5 kontraktimni sanamasa, agar yeb ichishimni sanamasa 6 million, 7 million. Demak, oilaga-chi? Oilaga Ko'proq-da, значит, har bitta odamdan bundoq qilib sanasa. hozirgi ishlaysizmi? Hozirgi daromadingiz shunga yaqinmi? Yo'q, kam. 1 million. Rahmat. O'sib borishga tilakdoshmiz. O'sishiga rahmat. Charchamang. Bilmadim. O'z fikringiz. Yo'q, bilmadim, uzr. O'z fikringizni Toshkentda yaxshi yashash uchun eng ideal oylik necha pul deb o'ylaysiz? Toshkentda yaxshi yashash uchun eng kami 18-20 million. Bitta oila uchun sredniy normal o'rtacha. Chunki arenda kvartirasi ham 500 dollardi. Toshkentdami? Eng ideal oylik menimcha 20 millionlar yetsa kerak. Bitta oila uchun yoki bitta odam uchunmi? Bitta odam uchun. Bitta odam uchun 20 Bitta million. odam uchun. Oila uchunchi? Oila uchun o'rtacha endi er-xotin o'zligi bo'lishsa 25 million 30 million yetsa kerak. Rahmat katta. Siz hozirgi darajangiz shunga yaqinlashyaptimi? Yo, hali bor, ozgina bor. Rahmat. Toshkentda yaxshi yashash uchun eng ideal oylik necha pul deb o'ylaysiz? Kamida 1000-1.5 ming. 10 million. Bitta odam uchunmi yoki oila uchunmi? Bitta odamga. Oila uchunchi? Oila uchun? Oila uchun. Oila uchun bir 20 millioncha bo'lsa kerak. Ideal. Ideal bo'lsa 10 million bo'lishi kerak. Bu bitta oila uchun, to'g'rimi? 6 million. Toshkentda yaxshi yashash uchun eng ideal oylik necha pul deb o'ylaysiz? 10 million yetsa kerak. 30 millionda. Bu oila uchun, bitta oila uchun. Hozirgi daromadingiz shunga yetadimi, yaqinmi? Yetadi. Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Hozir 1 million, 2 million, 5 million ham kam. 15 million, 20 million yetsa kerak. Bu oila uchun, to'g'rimi? Ha, bolalarim bilan. Hozirgi daromadingiz shunga yaqinmi? Ha, agar turmush o'rtog'im bilan qo'shsak, shunaqaroq. Ideal? Ideal oylik. Bilmadim, hozir narx-navolar juda ko'tarilib ketdi-ku. Siz fikringiz? Fikrimcha 6-7 million yetib qolsa kerak. Bitta odam uchunmi, oila uchunmi? Oila uchun-da, albatta. Hozirgi daromadingiz shunga yaqinmi? Endi hozir biz talabamiz, unaqa oylik yo'q. Talabalarda unaqa yo'q. Rahmat javobingiz uchun. Yetar yetmas turibdi-ku. Rahmat javobingiz uchun. Bilmasam, Qancha ketadi bitta oilaga har oy o'rtacha? 8 million, 10 million bo'lsa kerak menimcha. Rahmat javobingiz uchun, charchamang. Qancha bo'lsa shuncha. Taxminan o'rtacha summa. 10 million yetadi, 10 million bo'ladi. Charchamanglar. Toshkentda yaxshi yashash uchun eng ideal oylik necha pul deb o'ylaysiz? Ideal? Voy, bilmasam, hammada har xilda. Sizda Menda kimlargadir masalan 5 million ham yetadi, barakali bo'lsa, kimlargadir 15 million, kimlargadir 10-15 ming dollar ham yetmaydi. Bu hammasi moliyaviy savodxonlikka ega bo'lishga bog'liq. Agar moliyaviy savodxonlikda to'g'ri taqsimlay olsangiz, menimcha 4-5 milliondan boshlangan oylikni ham yetkazsa bo'ladi bir oyga.
O'zingiz qancha ketadi? Man o'zimga demak bir oyda bizada oilada farzandlarim, oilamiz, yeb ichishim, kommunalka hammasi bilan qo'shilganda 20 millioncha ketsa kerak. O'zi ishlaysizmi? Men ishlamayman. Rahmat, javob berishni charchamang. Misol uchun men Bekoboddan kelganman. Bizda yashash yaxshi. Sharoitlar yaxshi, lekin bu yerga mana kecha keldim. Oddiy joyga kirib bitta anaqa yedik, nima deydi? Shirinlik yedik, bitta oddiygina 120 ming bo'ldi. Yashash qiyin, pensiyalar kam. Misol uchun qanday desam, bu yerda eng kam yaxshi yashaysiz 5 million, 4 million ketadi. Bitta oila uchunmi, bitta odam uchunmi? Oila uchun-da. Gazi bor, sveti bor. 5-6 million ketadi. 5-6 million ketadi. Yaxshi yashayman desangiz. Bekobodda yaxshi, o'zimizdan mol, qo'ylar, sutlar, qatiqlar chiqadi. Kartoshka, sabzi o'zimizdan chiqadi. Endi pensiyamiz yetarli. Lekin bizda svetlar hammasi anaqa panelli svetlar qo'yganmiz. Biz svetga pul to'lamaymiz. Rahmat, charchamang. Toshkentda yaxshi yashash uchun eng ideal oylik necha pul deb o'ylaysiz? Eng kamida 20 million bo'lishi kerak-da. Oila uchun. Bitta oila uchun. O'zingiz ishlaysizmi? Ha, ishlayman. Daromadingiz shunga yaqinmi? Ha, yaqin. Rahmat, javob berishni charchamang. Ideal oylik. Endi men ishlamayman-ku, lekin примерно 4-5 million bo'lsa kerak kamida. Kichkina oila uchun. Kichkina oila uchun yetadi. Bir kishini oyligi, ikki kishini oyligi ko'proq bo'lishi kerak. Ideal oylik yaxshi yashash uchunmi? Yaxshi yashash uchun. Bitta oila. 15 million yetsa kerak. Hozirgi daromadingiz shunga yaqinmi? Sal yetmaydi. Ideal oylik kamida 10 million bo'lishi kerak. Bitta oila uchun, to'g'rimi? Da.